Assalomu alaykum akalar. Mana Nexia 1 so'ragan akalarimizga oppoq svetdagi 99-yil Nexia 1 avtomobilimiz. Bu avtomobilimizda tashqi holatlarga keladigan bo'lsak, kraskalari ustida yuzaki bir 30-40% deyishyapti. Endi 99-yil Nexia'da yuzaki kraska bo'lmasa ham bo'lmaydi, qirilgan, chizilganini ham terishadi. Ichki holatlarga keladigan bo'lsak, ichki holatlari ham chexol politlar qilib qo'yilgan ekan. Endi ozgina mehr talab, odam olgandan keyin o'ziga moslab ximchiski qilib oladi bu mashinani. Bu mashinamizning motorlari hozir ochamiz, ko'ramiz. Motorlari so'ngstiram yur ekan. Aka, motorni yaqinda qilganman dedingiz-ku? 2 oy bo'ldi. Noldan qilgansiz? 6 million. 6 million ketgan motoriga. Mashinamiz tashqi holatlari, mana tashqi ko'rinishlari chiroyli ekan. Generalni bo'laradi aka? Oxiri qancha qilib berasiz aka buni? Oxiri 2000. 2000 ga beraveramiz, xudo xolasa aka. Nomeringiz necha edi? 88lik 88lik 251 251 1092. 1092. Aka, mashinadan baraka toping. Bozoringiz